Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan bemorlarda antropometriya tekshiruvlarini o'tkazish texnikasini ko'rib chiqamiz. Antropometriya bu inson tana a'zolarining asosiy o'lchamlari, bo'y uzunligi, tana massasi va o'lchamlarini rastomer, tibbiy tarozi va santimetrli lenta orqali aniqlashdir. Bemorni bo'y uzunligini aniqlash bolalarda yoki kattalarda. Bo'y uzunligini aniqlashga ko'rsatma bo'y o'sishi bilan bog'liq kasalliklar yuzaga kelganda yoki jismoniy rivojlanganlikni aniqlash maqsadida. Bo'y uzunligini aniqlash uchun bizga kerak bo'ladigan jihozlar: salfetka, suyuq sovun, 0,5% gipoklorid eritmasi, vertikal rastomer va bemorning kasallik tarixi kerak bo'ladi. Antropometrik tekshiruvlar asosan nahorga, ochqoringa o'tkaziladi. Qo'llar 6 bosqichda yuviladi. Bir martalik salfetka yordamida artib quritiladi va jo'mrak yopiladi. Vertikal rastomer plansheti bemorni taxminiy bo'y uzunligidan yuqoriga ko'tariladi. Bemorga rastomerga chiqishi aytiladi. Bemorni ustki va oyoq kiyimlari yechilib, rastomerga chiqishi so'raladi. Rastomerni santimetrlarga bo'lingan vertikal ustuniga bemorning ensa, kurak, dumg'aza, boldir va tovon sohasi tegib turishi aytiladi. Va rastomer planshetining bemor boshini yuqori qismiga tushiriladi. Natija planshetni pastki chizig'idagi santimetr aniqlanib, bemor rastomerdan tushishi aytiladi. Natija bemorning ambulator kartasi yoki kasallik tarixiga yozib qo'yiladi. Vertikal rastomer 0,5% gipoklorid eritmasida zararsizlantiriladi. Bemorning tana vaznini aniqlash. Buning uchun bizga kerak bo'ladi tibbiy yoki elektron tarozi, 0,5% gipoklorid eritmasi, salfetka, suyuq sovun va natijani qayd etish uchun ambulator yoki kasallik tarixi jurnali. Bemorning tana massasini o'lchashga ko'rsatma tana massasining ortishi va kamayishi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarda organizmga yuboriladigan dori moddasini aniqlash uchun va bemorni yoki bolani rivojlanish darajasini bilish uchun aniqlanadi. Buning uchun bizga kerak bo'ladi elektron yoki tibbiy tarozi, qayd etish jurnali, 0,5% gipoklorid eritmasi, suyuq sovun va salfetka. Bajarish algoritmi: qo'llar 6 bosqichda yuviladi va quritiladi. Bemor ustki kiyimlaridan bo'shatilib, oyoq kiyimlari yechilib, taroziga chiqishi so'raladi. Natija 20-30 sekunddan keyin aniqlanadi va ambulator karta yoki bemorni statsionar tibbiy kartasiga yozib qo'yiladi. Tibbiy tarozi 0,5% gipoklorid eritmasi bilan zararsizlantiriladi. Eslatma: 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda tana massasi gorizontal elektron tarozi orqali aniqlanadi. Ko'krak qafasi aylanasini aniqlash. Bunga ko'rsatma bolaning yoki bemorning bosh va ko'krak qafasi orasidagi farqni aniqlash uchun va bolaning rivojlanganlik ko'rsatkichini bilish uchun. Buning uchun bizga kerak bo'ladi santimetrli lenta, bemorning tibbiy kartasi, 0,5% gipoklorid eritmasi, suyuq sovun va salfetka. Bajarish algoritmi: qo'llar 6 bosqichda yuviladi va quritiladi. Bemorni o'zimizga vertikal holatda qaratib, qo'llar pastga qaratilgan holatda tik vaziyatda turadi. Bemorda ko'krak aylanasi 3 xil vaziyatda: bemor tinch turgan holatda, bemor maksimal nafas olgan paytda va bemor nafas chiqargan paytda aniqlanadi. Santimetrli lentani bemorni old tomondan 4-qovurg'a ustiga, orqa tomondan kurak burchagi ostidan o'tkazamiz. Va tinch turgan holatda natijani belgilaymiz va qayd etib boramiz. Bemorga maksimal nafas olib ushlab turishi aytiladi. Va bu ko'rsatkichimiz tinch turgan vaziyatdan ko'ra kattaroq bo'ladi. Eslatma: ko'krak aylanasi erkaklarda ko'krak bezi o'rta chizig'idan, ayollarda ko'krak bezidan yuqoriroq qismda aniqlanadi.